Bizda demak, matnli masalalarni boshlaymiz. Xo'p, matnli masalalarda aytyaptiki, bayram tadbiridagi o'g'il bolalar sonining qiz bolalar soniga nisbati mana 3:2. Tadbirda jami 125 nafar bola ishtirok etsa, qizlar soni nechta deyapti. Xo'p, demak, 3:2 nisbat bo'lsa, 3x plus 2x teng bo'ladi jami 125 ga. Xo'p, bu yerdan 5x teng bo'ladi 125. Bu yerda x'imiz teng bo'ladi. Xo'p, 2 ta bersak 25. Endi bizda qiz bolalar sonini so'ragani uchun mana bu 2 qiz bolalar sonidagi nisbat, demak 2 ni ko'paytiramiz 25 ga. Demak 50 ta bo'ladi. Ya'ni qiz bolalar soni 50 ta bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi 15 ta shar 1/4 nisbatda ikkita qutiga solindi. Bu degani x plyusdan 4x teng bo'ladi 15 ga. Bu yerdan 5x teng 15 va x'imiz teng bo'ladi 3 ga. Har bir qutiga, demak, birinchi qutiga 3 ta solingan, keyingisiga 12 ta solingan. Uchinchisi, Mahmud yoshining Anvar yoshiga nisbati 3:5 deyapti. Anvar Mahmuddan 14 yosh katta. Ya'ni 14 yosh katta bo'ladigan bo'lsa, mana bu 3:5 nisbat teng bo'ladi. Demak, Anvarni yoshi, demak, x desak, Mahmud x plus 14 bo'ladi. Demak, mana shu tenglamani yechish kerak. Xo'p, endi demak, ko'paytiradigan bo'lsak, 3 qavsishda x plyusdan 14 teng bo'ladi 5x ga. Bu degani ayirmasi, demak, 2x teng bo'ladi 12 4 42 ga. Bu degani x'imiz 21 ga teng. Xo'p, Mahmud necha yoshda deyapti? Mahmuddan 14 yosh katta bo'lsa, demak, Mahmudni o'zi 21 yosh bo'ladi. Anvar, mana bu Anvar yoshi 21 yosh, Mahmudniki 21 ga 14 qo'shish kerak, ya'ni 21 plyusdan 14. Demak, 35 yosh mana bu nimaniki? Mahmudniki. Xo'p, to'rtinchisi. To'rtinchisi, Aziz va Rahim tog'asi bergan pulni 4/7 nisbatda bo'lishdi. Rahim Azizdan 6000 so'm ko'p deyapti. Ya'ni mana bu 4x'imiz teng deyapti. Mana bu 7x dan ayirishimiz kerak 6000 ni. Chunki 6000 so'm ko'payganda. Bu degani 6000 teng bo'ladi 3x ga va x'imiz teng bo'ladi 2000 ga. Bizdan qaysi birini? Rahim qancha pul olgan deyapti. Demak, Rahim Azizdan ko'p pul olgan bo'lsa, mana bu 2000 bo'lsa, 2000 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 14000 bo'ladi. 14000. Demak, Rahimda 14000 so'm pul bo'lgan ekan. 40 sm uzunlikdagi tasmani 3 ta nisbatda 2 ta bo'lakka bo'ldik. Demak, 3x plyusdan 4x teng bo'ladi 42 ga. Bu yerda 7x teng bo'ladi 42 ga va x'imiz teng bo'ladi 42 ni 2 ga bo'lsak 6 bo'ladi. Va uzunliklar 6 kare 3 18 u 6 kare 4 24. Va 18 bitasi 24 kabi nisbatda bo'lganmiz. Tasvirning uzunroq qismini uzunligi, ya'ni mana bu 24 so'rayapti. Xo'p, 6-inchisi. Sotib olingan har 5 ta ko'k ruchkaga 2 ta qizil ruchka qo'shib berildi. Agar 20 ta ko'k ruchka bo'lsa, sotib olingan bo'lsa deyapti, qizil ruchkalar sonining olingan jami ruchkalar soniga nisbat. Qizil ruchka, demak, 20 ta ko'k bo'lsa, demak, har 5 taga 2 tadan qo'shib bergan, ya'ni 8 ta qizil ruchka qo'shib beradi. Demak, 8 bo'lamiz 28 ga. Ya'ni mana bu holat.
Nechta qizil ruchka qo'shib bergan? 8 ta qo'shib bergan. Ko'k ruchkalar qizil ruchkalar soniga nisbati ko'k ruchkalarimiz 20 ta, qizil ruchkalarimiz 8 ta mana. Mana bu holatda bo'ladi. 7-si. 7da. Demak, mana bu grafik berilgan deyapti. Yashil tugmalar sonining qizil tugmalar soniga nisbati. Yashil tugmalar demak 25 ta ekan. Mana bu 25 ta. Qizil tugmalar esa 75 ta. Demak, yashili 25 u 75 bo'ladi. Aytyaptiki, yashil tugmalar sonining ko'k tugmalar soniga nisbati 507 bo'lsa. Xo'p, yashil tugmalar. Demak, mana bu B'sini mana bu yerga yozaman mana. Bizda yashil tugma 25 ta, demak 5 u 7 nisbat bo'lsa, mana bu 25 u bu qancha deyapti? Mana bu 5 ga ko'paytma bo'lgan. Demak, mana buni ham 5 ga ko'paytirsak 35 ta bo'lar ekan. Demak, javobi mana 35 ta. Qizil tugmalar sonining jami tugmalar soniga nisbati. Qizil tugma 75 ta, demak 75 u jami tugma qo'shsak 135 ekan. 75 u 135, chunki ko'k tugmalarni ham qo'shish kerak a. Xo'p, yaxshi, 8. Aytyaptiki, Farruh amaki deyapti va turmush o'rtog'i 2 nafar farzandini hayvonot bog'iga olib bordi. Hayvonot bog'iga kirish uchun kattalar chiptasi narxining bola chiptasi narxiga 2:1 nisbati ekan. Yaxshi. Farruh amaki bitta kattalar chiptasi narxiga nechta bolalar chiptasini sotib olishi mumkin deyapti. Demak, 2:1 nisbatda bo'lsa, demak ikkita sotib ola oladi. Bitta katta o'rniga ikkita yoshlar chiptasidan. Keyingisi, Farruh amaki chiptalarning umumiy soni 96 ming so'm to'ladi. Bitta bolalar chiptasining narxi qancha deyapti. Demak, bizda turmush o'rtog'i va 2 nafar farzandi. Demak, ikkita bola bo'lsa 2x plyusdan ikkita yoshi katta bo'lsa 4x bo'ladi. Shu narsa teng 96 mingga. Xo'p, bu yerda x topoladigan bo'lsak, 96 mingga 6 ga bo'lish kerak. Xo'p, 1600 so'm bo'ladi. 1600. Bizdan bolalar chiptasining narxi. Demak, mana shu bolalar chiptasining narxi bo'ladi. 1600 so'm bitta bolaga. Demak, kirish ekan. Kattalar uchun 3200 so'm. Xo'p, endi xuddi shuni workbook qismidan boshlaymiz. Xo'p, mana 7-topshiriq. Birinchisi. Akvaldagi qizil sharlarning qizil sharlar soni ko'k sharlar soniga nisbatan 605 deyapti. Unda 24 ta qizil shar bor. Demak, 605 bo'lsa, xo'p, birinchi qizil mana bu 24 ekan. 24 qancha deyapti? Ya'ni mana buni ichiga ko'paytirgan 4 ga. Demak, biz ham nima qilamiz? X topish uchun 5 ni 4 ga ko'paytiramiz. 20 ta. Demak, mana bu A qismi. 20 ta ko'k shar bor, unda jami qancha shar bor? B qismida 20 taga qo'shamiz, 24 ta, jami 44 ta. Tushuniga unaqa qiyin emas. Ikkinchisi. Maktabdagi har 7 o'quvchidan 4 nafari teatrga boradi deyapti. Maktabda 35 nafar o'quvchi bor deyapti. Nechta o'quvchi teatrga borgan? Har 7 ta o'quvchidan 4 tasi bo'lsa, demak, bundoq qilamiz. 7 u 4 nisbat 35 u qancha nisbat? Mana bu holatda. Demak, 5 ga ko'paygan. Bundan keyin x topish uchun 5 ni ko'paytiramiz 4 ga. Ya'ni 20 ta.
20tasi teatrga borgan. Xo'p, uchinchisi 7/5 nisbati deyapti. Ularning pullarining farqi, ya'ni 7x va minusdan 5ximiz 46 mingni tashkil qilyapti. Bu yerda 2x teng 46 ming, ximiz teng 23 ming. Rustamda qancha pul bor? Xo'p, 23 mingni 7 ga ko'paytirish kerak. 23 ming ko'paygan 7. Xo'p, 15. 151 ming so'm pul bor ekan Rustamda. Xo'p, keyingisi Firdavsdagi pulning Asaddagi pullarga nisbati 2:3 nisbat deyapti. Humoyinda Firdavs va Asadning jami pulidan 2 marta ko'p pul bor ekan. Yaxshi, Asadda shuncha pul bor ekan. Demak, Firdavs 2:3 nisbat bo'lsa, mana bu 27 mingga teng, bu x ga teng. Xo'p, demak, nechaga ko'paytirilgan? 9 mingga. Demak, bundan x topish uchun 18 ming bo'ladi. Yaxshi. Endi Humoyinda Firdavs va Asadbek jami pul. Demak, mana Humoyinniki teng bo'ladi. Mana 18 mingga qo'shamiz 27 mingni. Va shundan 2 barobar ko'p. 2 ko'paytiramiz. Demak, 90 ming so'm puli bor ekan. Xo'p, endi aytyaptiki, Asadda shuncha so'm bo'lsa, Humoyinda Firdavsdan qancha? 90 ming. Shundan ayrimiz Firdavs puli Firdavs puli 18 ming edi. Demak, ayrimiz 18 mingni. Demak, javob 72 ming so'm pul qolar ekan. Ular pullarning farqi 72 ming so'm ekan. Hop, ikkinchisi Akmal va Jasur 5-9 nisbatda pul ehson qildi. Akmal shuncha so'm ehson qilgan bo'lsa deyapti. Demak, 5-9 mana bu 40 ming x bo'ladi. Bu yerda x topadigan bo'lsak 8 mingga ko'paytirganmi? Demak, 9 ko'paygan 8 ming. Demak, 72 ming so'm ehson qilgan. Jasur Akmaldan qancha ko'p? Demak, 72 mingdan ayrimiz 40 mingni. Demak, 32 ming so'm ko'p pul ehson qilgan ekan. Uchinchisi Kamola va Donodagi pullar 7/5 nisbatda deyapti. Xo'p, Donoda Kamolanikidan 10 ming so'm kam puli bor ekan. Demak, 7x dan 5x ayirsak 10 ming so'mga tenglaymiz. Bu yerda 2x teng 10 ming, x teng 5 ming. Bizda Donoda deyapti. Donoga 5x, demak 5 ko'paytiramiz 5 mingga. 25 ming so'm pul bor ekan. Xo'p, to'rtinchisi 5 yil oldin Sardor amaki yoshining Aziz amaki yoshiga nisbatan 3-4 nisbatda deyapti. Sardor amaki Aziz amakidan 12 yosh kichik edi. Hozir Aziz amaki necha yoshda deyapti. Yaxshi. 5 yil oldin bo'lsa, xo'p, 3-4 nisbatan demak 3-4 nisbat 12 yosh kichik. Ularning farqi 12 bo'lishi kerak. Demak, 4x da ayrimiz 3x ni 12 ga teng bo'ladi. Bu yerda ximiz 12 ga teng. Xo'p, endi 12 ni 4 ga ko'paytirsak 48 yosh, bu 36 yosh. O'sha paytda shunaqa edi. Endi bular har biriga yana nima qilamiz?
5 dan qo'shamiz. Bunga ham 5 qo'shaman, bunga ham 5 qo'shaman. Shunda 53 yoshi 41 yosh. Demak, mana 53. Xo'p, Azizniki. Mana 41 yosh esa Sardorniki. Mana ikkalasini ham topib berdim. Shunga qarab turib javob olaverasizlar. 5-si. Akmalning vazni 31 kg, Abdullaning vazni undan 10 kg og'irroq. Umumiy vazniga nisbat. Demak, Abdullaning vazni 41 bo'lsa, 41 jami vaznga 10 kg og'ir, 72. 41 72 nisbatda bo'ladi. Kutubxonadan ertak kitoblar sonining boshqa kitoblar soniga nisbatan 9/4 nisbatda. Ularning miqdordagi farqi, demak 9x dan ayiramiz 4x teng 245 ga. 5x teng 245. X barobar 5 ga bo'lib o'rsak 49 ekan. Kutubxonada nechta ertak kitob bor? Ertak kitob 9x lik nisbat, demak 9 ni ko'paytiramiz 49 ga. Ya'ni 441 ta. 441 ta ertak kitob. Xo'p, 7-si. Uzunligi 72 cm bo'lgan ip 2 bo'lakka bo'ladi. Birinchi bo'lak uzunligi 24 deyapti. Uzun bo'lak uzunligining qisqa bo'lak uzunligiga nisbatini toping deyapti. 72 dan ayirsak 24 ni. Xo'p, 48 bo'ladi. 48 cm bu ikkinchi bo'lak. Ikkinchi bo'lak uzunligi shuncha. Endi uzun bo'lak uzunligining qisqa bo'lak. Uzun bo'lagiga 48 mi? 48 24 bo'ladi. Yoki 24 ga bo'lib olsak 2/1 nisbatda bo'ladi. Va nihoyat 8-si x va y yukdan 2 marta og'ir deyapti. Demak, x'imiz y yukdan 2 marta og'ir. Mana bu holatda. Z yuk y yuk massasining z yuk massasiga nisbati 3/1 nisbatda deyapti. Demak, y ning mana bu z ga nisbati 1/3 nisbatda ekan. Yuklarning umumiy soni 24 kg ekan. Xo'p, bundan topiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu bittasi. Endi keyingisi y ga ifodalaydigan bo'lsak, 3 ta y'imiz z ga teng bo'ladi. Bu yerda xo'p, y ga topilaylik, chunki hammasini y orqali, x orqali ifodalash kerak. X yukning massasi. Xo'p, mana bu yerda y'imiz o'rniga x taqsim 2 qo'yaman. Y o'rniga x taqsim 2. Va shuni olib kelib qo'yadigan bo'lsam, mana z yukim 3x taqsim 2 ga teng bo'ladi. Endi hammasini yig'amiz. X plus y plus z'imiz 24 kg. Mana bu x o'rniga x, y o'rniga x taqsim 2 plusdan 3x taqsim 2. Shunisi teng 24. Bu yerda 3x teng 24, x barobar 8 kg. Xo'p, 9-topshiriq turib turadi. 3 ta miqdorning nisbati. Xo'p, demak bugun mana shu ikkita topshiriqni ko'rib chiqdik.